Kambag'al oilalar xonadonining ko'cha hamda ichki tomorqasida uzumchilikni tashkil etganligi uchun davlat hisobidan 8 million 240 ming so'mgacha subsidiyalar beriladi. Hurmatli yurtdoshlar, Suvchilar maktabi sizni yana bir yangilik bilan yaqindan tanishtiradi. Respublikamiz bo'ylab 1300 ta kambag'al oilalarning xonadonining ko'cha hamda ichki tomorqa qismida uzumchilikni, ya'ni tok so'risini tashkil etish xarajatlarini qoplash uchun davlat hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravargacha bo'lgan miqdorda subsidiyalar beriladi. Mazkur subsidiyalarni olish tartibi haqida aytib o'tamiz, yaxshilab eshiting. Agar sizning tomorqangizda yoki xonadoningizning ko'cha qismida uzumchilikni tashkil etish imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni yashaydigan mahallangizdagi mahalla yettiligiga murojaat qilasiz. Mahalla yettiligi murojaatingizga asosan xonadoningizni kelib o'rganadi, o'rganish natijalari asosida xatlov o'tkaziladi va bitta sharti bor, mazkur xonadonda uzumchilik yoki tok so'risi tashkil etilmagan bo'lishligi talab etiladi. Va agar xatlovdan o'tkazilgandan keyin sizning xonadoningizda uzumchilikni, tok so'risini tashkil etish lozim degan xulosaga kelinadigan bo'lsa, hokim yordamchisi boshchiligida sizning arizangiz onlayn mahalla platformasiga kiritiladi va mazkur platformaga kiritilgan butun mahalla miqyosidagi, butun tuman yoki shahar miqyosidagi ma'lumotlar hududiy bandlik organlari tomonidan tegishli tartibda dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga yuboriladi. Jamg'arma tomonidan 3 ish kuni davomida murojaatlar, arizalar o'rganib chiqiladi va o'rganish natijalariga ko'ra mablag'lar hududiy bandlik organlariga o'tkazib beriladi. Aytgancha, mazkur oraliqda hokim yordamchisi tomonidan kambag'al oila vakilining moliyaviy holati skoringdan o'tkaziladi. Skoringdan o'tkazish natijalariga asosan mana shu subsidiyalarni ajratish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshiriladi. Va agar sizga subsidiyani ajratish lozim deb topiladigan bo'lsa, albatta bunda dastlabki 30% uzumchilikni tashkil etish ishlarini boshlash uchun ajratib beriladi. Qolgan 70% esa uzumchilik, tok so'risini tashkil etganingizdan keyin mahalla yettiligi bilan birgalikda o'tkazilgan xatlov asosida o'rganish, tahlil natijalariga asosan tegishli topshirish dalolatnomalari tuzilgan holatda yana onlayn mahalla platformasiga kiritiladi va mazkur ma'lumotlarga asosan subsidiyaning qolgan 70% sizning bank plastik kartangizga o'tkazib beriladi. Agar siz qishloq xo'jaligi sohasidagi qonunchilikdagi mana shunday yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, unda Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring hamda obuna bo'ling.